Ana suv idishlarini erinmasdan har kun tozalab yuvib berish kerak, chunki mana shilimshiq paydo bo'ladi. Bakteriya bo'ladi. Ana shu iloji boricha yuvish kerak, tozalash kerak. Keyin suv bersalar yaxshi bo'ladi. Bular yana kelib oldi. Bitta kelaveradi bular yana sekin-sekin. Issiq bo'lsa ham sovuq qoladi, soya joy. Mana xo'roz. Makyonlarimiz. Adliyalarimizga ham berishni boshladik. Ozoqasini bu tarafdan delikates bo'ldi ovqatlari. Delikates. Xudo xolasa